Xalqimiz orasida odatga kirib borayotgan antigistam bilan uzoq vaqt ishlatish yoki tez-tez qayta ishlatish bu qanchalik zararligini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. O'zi antigistamin nima? Bularga kiradi ketotifen, zadak, dezalin, suprasin, levositrizin, sitrizin, dezloratadin degan antigistamin. Bularni qisqa vaqt ishlatish foydasi bor. Ya'ni kasallik davolayotganda bizda o'sha belgilarning kamayishiga, yengillik hissini olib kelishiga olib keladi. Masalan, burun bitishida, tomoq qichib, yo'talishiga, nafas chiqishida, badanda har xil toshmalar toshishida. Lekin buni me'yordan ortiq ishlatishi, 15-20 kundan ortiq ishlatish yoki tez-tez buni ishlatish bizda birinchidan bu dorilar ta'sir qilmasligiga, ularga tobelikka olib kelishi va kichik bolalarda uni qo'zg'aluvchanligi oshib ketishi, bola kaprizni juda ham emotsionalni jahldor bo'lib qolishi, nervinch qilishi, 4-5 yoshli bolalarda uyquni buzilishiga olib kelishi mumkin. Katta insonlarda ham xuddi shunaqa asabiylashishiga olib kelishi mumkin. Eng zarari xotirani pasayib borishiga olib keladi. Shuning uchun bu holatlarda sizlar yo'talyapsizmi uzoq vaqt yoki burningiz bityaptimi, asosiy kasallikni bartaraf qilinglar, shifokoringizga murojaat qilib, o'shanda bu dorilarni hadeb qo'llanmaysizlar. Allergiyasi bor insonlarga ham bu dorilarni 10-15 kundan ortiq qo'llash mumkin emas. Bu meni shifokor tavsiyam. Sog' bo'linglar.